Bola rivojlanishi nimadan boshlanadi? Xalqaro muammo va statistika Kanadada o'tkazilgan so'rovda ota-onalarning 60% farzand rivojlanishi faqat tug'ilgandan keyin boshlanadi deb o'ylaydi. Aslida esa ilmiy tadqiqotlarga ko'ra bolaning miyasi homiladorlikning 3-4 haftasidan rivojlana boshlaydi. Shu davrda ona qanday ovqatlanishi, qanday kayfiyatda bo'lishi va qanday muhitda yashashi bolaning kelajagida ruhiy va qobiliyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Yaponiyada yosh ona homiladorlik vaqtida klassik musiqa eshitishni, sayr qilishni va stressdan qochishni odat qiladi. Farzand tug'ilgach, shifokorlar uning tinch, muvozanatli xarakteriga hayron qolishadi. Aksincha, Braziliyada homiladorlik davrida zo'riqqan, stress ostida bo'lgan ayollarning bolalari ko'pincha qo'rqinchli va tajovuzkor bo'lib ulg'ayishi kuzatilgan. Dunyo tajribasi Isroilda hatto homiladorlik paytidagi onaning kayfiyatini o'lchaydigan maxsus dasturlar ishlab chiqarilgan. Bu orqali ona ijobiy muhit yaratish uchun maslahatlar oladi. Shunday qilib savol tug'iladi: farzand rivojlanishi qachondan boshlanadi va biz onalar ilk kunlardanoq unga qanday ta'sir ko'rsatamiz? Bu savolga javobni mutaxassisdan eshitamiz. Dunyo tajribasi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun onalik maktabi loyihasi doirasida siz bilan farzandimizni rivojlanishidagi eng muhim davr haqida gaplashamiz. Ko'pchilik onalardan eshitaman, bu 3 yoshgacha bo'lgan erta rivojlanish davri, bu maktab yoshi yokida hattoki o'smirlik yoshi eng muhim deb aytishadi. Lekin bugun siz bilan biz homiladorlik davri haqida, ya'ni farzandimizni prenatal rivojlanish haqida gapiramiz. Nega? Chunki 70 yil avval ayni prenatal psixologiyani, ya'ni homiladorlik davrida onani ruhiyati, onani kayfiyati, uni o'ziga nisbatan, farzandga nisbatan va atrofdagi insonlarga nisbatan munosabati ayni farzandning shaxsiyatiga, tabiatiga va kelajakda hayot sifatiga hattoki ta'sir qilishi tasdiq etilgan. Demak, nima qilishimiz kerak farzandimiz kelajakda baxtli, muvaffaqiyatli, erkin va o'ziga tayana oladigan inson bo'lishi uchun? Albatta, har bir farzandni rejalashtirish va homiladorlikka tayyorlanish. Ya'ni homiladorlikka biz nafaqat jismonan, balki aqlan va ruhan ham tayyor bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan, homiladorlik davri hissiy sog'lom muhitda o'tishi kerak. Ya'ni ayol o'zini ayni o'sha oilasida baxtli munosabatlarda xavfsiz his qilishi kerak va bu ham albatta uni tanasida rivojlanayotgan farzand uchun juda ham muhim hisoblanadi. Xalqimizda shunday ibora bor: homilador ayol kayfiyati doim yaxshi bo'lishi kerak, yaxshi narsalarga qarashi kerak deyishadi. Ammo 70 yil avval ayni shu sohani o'rganishni boshlagan Gustav Hans Graber va ularning izdoshlari shunday deyishadi: bu yerda nafaqat kayfiyat, balki ayolni o'ziga bo'lgan ishonchi, hayotga nisbatan muhabbati va albatta homiladorlik davrida o'rganayotgan, shakllantirayotgan yangi bilimlari va ko'nikmalari ham farzandimizni tabiatini va shaxsiyatini shakllantiradi. Aziz onalar, farzand ko'rish bu albatta juda ham katta baxt va mas'uliyat. Lekin biz nafaqat farzandni dunyoga keltirish, balki uni o'ziga tayana oladigan, ruhan va aqlan sog'lom qilib tarbiya qilishimiz ham xuddi shunday mas'uliyat va bu mas'uliyatga chiroyli yondashishingizni albatta tilab qolaman. Onalik maktabi loyihasida keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.